Hammaga salom do'stlar. Bizni kanalimizga kuzatib turganlaringdan xursandman do'stlar. Xo'p, bugun yana AdinXBetda do'stlar registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman. Qanday qilib registratsiyadan o'tsa bo'ladi va bonuslarga bonuslarni olib olish. Bonuslarni qanday qilib olsa bo'ladi ko'rsataman uni ham. Xo'p, registratsiyadan o'tish nomer orqali registratsiyadan o'tsa bo'ladi. Mana ko'rsatib o'taman. Один клик по телефону, по email, через sotshet orqali registratsiyadan o'tsa bo'ladi do'stlar. Men telefon orqali registratsiyadan o'tganman. Hozir один klikdan registratsiyadan o'tib ko'rsataman. U ham xuddi shunday. Telefon orqali ham xuddi shunday bo'ladi do'stlar, bir xil. Tak. один klikni bosaman do'stlar va mana shu joyda qaysi davlatda bo'lsangiz o'sha davlatni tanlaysiz va bonusni olish uchun mana bonus sport deb qo'ygan. Bu faqat sportda bo'ladi. Casino plus gamesda agar mana shu narsa tanlansa, sportnikini ham olsa bo'ladi, nimanikini ham, kazinonikini ham olsa bo'ladi. Kiritib qo'yilgan. Bu yerda shunday yozilgan do'stlar. Xo'p, mana bu yoqqa mana shu joyda bonuslarni olish uchun ToshBet promo kodini kiritamiz do'stlar. Mana bu yoqqa haqiqatan 18 yoshdan katta ekanligini tasdiqlash uchun va registratsiyani bosamiz do'stlar. Registratsiyani bosgandan keyin robot yoki robot emas ekanligingizni tasdiqlang degan narsa mana shunday holatda bo'lib chiqadi do'stlar. Tak. Mototsikl deyapti do'stlar. Mototsiklni belgilashimiz kerak. Mana belgiladim. Bir martada bo'lmaydi bu albatta. Bir necha marotaba takrorlanishi mumkin. Svetofor deyilyapti. Svetoforni hatto 30 martagacha ham takrorlangan paytlari bo'lgan do'stlar. Mototsikl deyapti. Ko'rib turganlaringdek mototsiklni belgilaymiz. Avtobus deyapti. Xo'p, avtobusni belgiladik. Yana svetofor deyapti. Svetoforlar qayerda bo'lsa belgilaymiz do'stlar. Mototsikl deyapti. Mototsiklni belgilaymiz. Mototsikl. Mana shunday ko'p marotaba bo'ladi, chunki bu robot yoki robot emasligini tasdiqlash uchun berilgan narsa. Haqiqatan jonli bir odam o'tyaptimi yoki biron bir fake'mi, hakkerlarmi degan maqsadda qo'yilgan narsa. Xo'p, avtobusni belgiladik. Avtobus boshqa ko'rinmayapti bizda. Подтвердитni bosamiz do'stlar. Hozir ko'rsatib o'taman. Pul yechishda muammo bo'lmasligi uchun. Mana login parolni skrinshot qilib yozib, biron joyga olib qo'yib qo'yamiz va parolni almashtirsa bo'ladi. Odam o'zi xohlagandek parolni qo'ysa bo'ladi do'stlar. Dalyni bosamiz. Dalyni bosgandan keyin pul yetishda muammolar bo'lmasligi uchun va bonuslarni qanday qilib olish kerakligini hozir tushuntirib o'taman do'stlar. Birinchi navbatda pul yetishda, pul kirgizishda muammo bo'lmasligi uchun menyu bo'limiga o'tamiz va mana yerda настройка turibdi. Ko'rganlaringdek, настройка безопасности bosamiz. Mana bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Telefon raqamini kiriting deyapti. O'zbekiston qaysi davlatda o'zi o'sha telefon nomer kiritiladi va o'shanga SMS kod keladi. Подтверждение qilish uchun o'sha 4 ta yoki 6 ta son kiritiladi va saqlanib qilinadi, nomer bog'lanadi. Bu akkauntingiz yo'qolmaydi do'stlar. Va bonuslarni ko'rsatib o'taman. Bonuslar qanday holatda bo'ladi va nima bo'ladi? Depozit to'ldirilish bonuslari bor va hozirgi kunda ketayotgan mana bu 120% dan degan nima bor. Mana shu yerga kirib bemalol o'qisalaringiz bo'ladi. Lotinchada ham, o'zbekchada ham, kirilchada ham, ruschada ham, hamma tilda qilib olsa bo'ladi do'stlar. Menda ruschada turibdi. Birinchi bonus to'ldirilishiga ko'rib turibsizlar. Mana misol uchun hamma narsani yozib tushuntirib qo'ygan. Qancha 15,000 so'm, kimdir 1 million, kimdir 2 million qancha kirgizsa o'sha narsalarning hisob-kitobini qilib ko'rsatib qo'ygan do'stlar. Hamma narsa tushunarli holatda mana shu yerda. Va yana bitta narsa, mana bu joyda mana bayram munosabati bilan slotlarda bonuslar bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda bonuslar bor albatta. Bu depozit qilingandan keyin o'sha berilgan bonuslarni ham bemalol ishlatsa bo'ladigan holat qilib ko'rsatilgan do'stlar. Kommentariya, layklardan kutib qolaman do'stlar. Videoni poddershka qilib ko'tarib yuboringlar. Kimda kim qiynalayotgan bo'lsa,
yordamlashib yuboringlar. Promokod albatta Toshbet. Telegram kanalimiz bor, Toshbet.uz Telegram kanali do'stlar. Telegram kanalimizda chatlari bor. Albatta savollar bo'lsa bemalol kutib qolaman do'stlar. Xayr, sog' omon bo'ling.